Yunusobod tumanidan kompaktniroq hovli qidirayotgan mijozlarimiz uchun Kulol Nur mahallasida 2 sotuv yer maydoniga qurib bitkazilgan shu fayzli xonadonimiz sotuvga chiqyapti. Katta darvozalar qo'yilgan, odam kirib chiqishi uchun kalitka, yozgi oshxona, umumiy hojatxona mehmonlar uchun va kichkina bo'lsa ham zeleniy zona. Uyimiz 3 qavatli, 6 ta xonadan iborat. Xonalar juda ham keng, yaxshi tinch mahallada joylashgan. 2 ta yoki 3 ta qidirayotgan bo'lsanglar, ketma-ket 3 ta hovlimizda qurib bitkazilgan aka-ukalar yoki o'rtoqlar uchun juda ham ma'qul bo'ladi. Sifatli yaxshi mahsulotlardan qurib bitkazilgan fasadlar, romlar. Hovlini ham qaranglar. Kichkinagina bo'lsa ham juda ham fayzli chiqqan. Sizlarga ichki qismlarini ko'rsatib tushuntirib beraman. Kirishimiz bilan shunaqa kattagina hol, podsvetkali polkalar qoldirilgan, televizor qo'yish uchun joy va oshxonamizni lyustralarga baho beringlar. Juda ham chiroyli. Oshxonani xohlovchilar uchun bu yerda mana joy qoldirilgan, ko'rishingiz mumkin. Hozir moda bo'lyapti, razdejnoy katta qora oyna yopib forsanglar, oshxona yopilib, hol отдельно bo'lib qoladi. Xohlovchilar uchun ochuv bo'lsa ham bo'ladi. Ikkinchi qavatga va lesnitsaga chiqadigan lesnitsalarimiz, umumiy hojatxona, dushovoylari bilan ozgina mayda-chuyda ishlari qolgan. O'zi bugun uborkadan chiqdi uyimiz. Kattagina zal, mehmonlarni bemalol shu yerda kutaverasizlar. Patologlar juda ham chiroyli chiqqan, qaranglar. Hammasi qo'l mehnati va birinchi qavatga tegishli spalni. Lyustralar ham akkuratni bo'lgan. Spalnimizning ichida o'zini sanuzellari bilan akkuratni bo'lib bitgan. Sizlarga uyimizni ikkinchi qavatini ko'rsatib o'taman. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan bizani shunaqa meshkomnatni koridor kutib oladi. Xonalarga bo'lingan. Birinchi xonamiz umumiy sanuzel. Aytib o'tganimdek, ozgina hali ustanovka ishlari qolgan. Inshaalloh yaqin kunlarda bitadi, to'liq. Bu yerda bitta bolalar yotoqxonasi, balkonchiklari bilan lyustra va stroyning garderoblari bilan xonaga quyosh tushishini qaranglar. Yonginasida ota-onalar uchun mo'ljallangan spalni. Bu yerda ham lyustralar akkuratning. Qo'shimcha 2 ta xonamiz bor. Bittasi zal, ikkinchi qavatga tegishli. Xohlasanglar buni ham katta keng spalni qo'rsanglar bo'ladi va bitta bolalar yotoqxonasi. Bunda ham o'zini tayyor stroyni garderoblari bor. Uyimizning podval qismida kotelni va kattagina hol joylashgan. Narxini $280,000 ga narxlaymiz. Narxlari kelishiladi. Nomerni yozib qoldiraman. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin.